O'rtoqlar barchaga assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda biz qanday qilib Bitunix birjasidan to'g'ri ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Bu birjaning ustunlik tomoni shundaki, birinchi o'rinda bu yerda komissiyasi juda ham kichkina, ikkinchi o'rinda juda ham ko'p o'suvchi kriptoaktivlar mavjud va uchinchi o'rinda siz depozit qilganingiz uchun va birinchi savdoni amalga oshirganingiz uchun bu yerda yaxshigina bonuslarni olishingiz mumkin. Demak, boshladik. O'rtoqlar, Bitunix birjasiga kirganimizdan so'ng biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bu yerga elektron manzilingiz va raqamingizni kiritasiz. Shundan so'ng mana bu yerda referenli kod degan joyi bor. Aynan mana shu joyga ilhom kodini kiritasiz. Shunda siz aynan mana nomdan ro'yxatdan o'tganingiz uchun qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Va registratsiya tugmasini bosamiz. Endi o'rtoqlar, bizda mana bu sahifa ochiladi. Bu sahifadagi topishmoqni yechganimizdan keyin keyingi sahifaga o'tamiz. Ya'ni sizning robot yoki odamligingizni bu tekshiryapti. Va pochtamizga parol keladi. Pochtadagi parolni endi bu yerga kiritamiz. Tasdiqlash kodi kelgandan keyin o'rtoqlar bizning parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz parol yasaymiz. Aytayaptiki, bu parolda albatta raqam bo'lishi kerak deyapti. Undan tashqari katta harflar bilan boshlanishi kerak deyapti. Eng kami 8 dan 32 tagacha harf bo'lishi kerak deyapti. Va mana bu belgilardan bittasini saqlash kerak deyapti. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, men sizlarga misol tariqasida ko'rsatib beraman. Misol uchun Ilhomjon 2000. Mana. Ya'ni hammasi bizda yashil chiqdi. Zaвершить registratsiya tugmasini bosaman. Mana o'rtoqlar, bizning birjamiz ochilib bo'ldi. Va undan tashqari endi mana bu odamchani ustiga bosadigan bo'lsak, bizda o'zimizning faceimizni qo'shsak bo'ladi. Undan tashqari boshqa qurilmalarga ham bemalol kirishga ruxsat bersak bo'ladi. Mana bu tugmani bosib olsanglar bo'ldi. Va Google autentifikator so'rayapti, ya'ni buni ulab qo'ysanglar boshqa muammo bo'lmaydi. Va undan so'ng mana bizning statusimiz VIP statusga ega bo'ldik. Bu status sizga nima beradi? Bu birinchi o'rinda to'g'ridan to'g'ri o'sha menejerlar bilan bog'lanishi, qanaqadir muammolar bo'lsa, ularga tezda yechim olish imkoniyatini sizlarga beradi. Va mana bu joyga bosganimizdan so'ng bu yerda mana verifikatsiya degan joyi bor. Ustiga bosamiz. Shundan so'ng bu yerda siz o'zingiz shaxsiyingizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi va undan tashqari o'zingiz shaxsiyingizni tasdiqlaganingizdan so'ng bu yerda siz $500,000 dan $2 million gacha kriptoaktivlarni bemalol o'sha tranzaksiya qilsangiz bo'ladi. Endi verifikatsiya menimcha ko'pchilikga tanish bo'lsa kerak. Shuning uchun bunga men to'xtalib o'tirmayman. Mana bu yerda безопасность degan bo'limi ham bor. Bu yerda o'sha anti-phishing kodlarini kiritsangiz bo'lar ekan. Bizga bu hozircha kerak emas. Demak, bu yerda tilni o'zgartirsangiz bo'ladi, temani o'zgartirsangiz bo'ladi va valyutani o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Безопасность bo'limida bo'lsa, siz o'zingizni barmog'ingizni qo'yishingiz mumkin. Mana hozir bizda pochtamiz yoqib turibdi va undan tashqari o'zingiz raqamingizni o'zgartirib qo'yishingiz bo'ladi. Ya'ni har bitta o'sha xavfsizlik tomonlama o'zingizni ma'lumotlaringizni qo'shganingiz sari sizda o'sha o'tkazmalar, ya'ni tranzaksiyalarning oboroti yanada ko'payadi. Va o'rtoqlar, endi sizlarga aynan birjani qanaqa ishlashi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, o'rtoqlar, mana bizning akkauntimizga kirganimizdan so'ng mana bu yerda bosh sahifa ochiladi. Mana bu bo'li tugmasini bosadigan bo'lsangiz, boshqa panellarni ko'rsangiz bo'ladi. Bizga bu birja faqatgina savdo qilish uchun kerak. O'shaning uchun savdoga taalluqli joylarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi mana bu rinki degan joyga kirganimizdan so'ng o'rtoqlar, bizda o'sha bozorimiz ochiladi. Ko'rib turganimizdek, mana butun boshli hamma kriptovalyutalar shu yerda bor. Biz futuresda ishlaymiz, shuning uchun spot bo'limiga o'tamiz. Mana o'rtoqlar, bizda spot bo'limi ochildi. Endi biz o'zimizga kerakli bo'lgan kriptovalyutani tanlab sotib olish bo'limiga o'tamiz. Mana Solana'ni tanladim. Shundan so'ng kupich bo'limini bosaman. Va bizda bu yerda necha pulga sotib olishimiz chiqdi va undan tashqari siz hozirgi narxdan pastda sotib olishga order ochsangiz ham bo'ladi. Limit order orqali, rынок order orqali, ya'ni rыночный order orqali siz hozirgi joriy narxda ham sotib olsangiz bo'ladi.
Va bu birjani yana bitta qulay tomoni shundaki, siz aynan sotib olganingiz bilan birdaniga stop loss va take profitlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun men sizlarga oddiy qilib ko'rsatib beraman. Aytaylik, hozir limit order bilan men mana shu hozirgi jo'naqdan pastda sotib olmoqchiman. 70 qo'yaman. Aytaylik, $5 ga sotib olmoqchiman. Shundan so'ng mana bu yerda TPSL degan knopkacha bor, o'shaning ustiga bosaman. Mana menda galочка chiqdi va o'zimga kerakli bo'lgan o'sha narxlarni belgilayman. Misol uchun, agarda men 70 ta sotib oladigan bo'lsam, demak, take profitni 75 qilib qo'yaman. Stop loss'imni 68 qilib qo'yaman, mana. Va o'rtoqlar, ko'rib turganimizdek, biz aynan mana shu belgilagan narxlarimizda u stop loss va take profitni oldi va shundan so'ng kupit sol tugmasini bosaman. Bo'ldi. Bizda sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana orderimiz ochildi va aynan ushbu order ishlagandan so'ng bizning stop loss take profitimiz ham avtomatik tarzda ishga tushadi. Va ushbu order ishlagandan so'ng bizning stop loss take profitimiz ham avtomatik tarzda ishga tushadi. Va atmay tugmasi orqali bemalol bu orderimni atmay qo'ysam bo'ladi, ya'ni qaytarib olsam bo'ladi. So'ngra product bo'limiga kiraman. Product bo'limida rynok order orqali bemalol hozirgi narxda sotib yuborishim mumkin. Masalan, mana buni olamiz va 100% qo'yadigan bo'lsak, biz o'sha hozirgi bozor narxida 100% sotib olamiz. Yoki da limit ochishimiz mumkin, ya'ni hozirgi joriy narxdan tepada belgilayman bu yerda. Misol uchun 73 bo'lsa, 78 deb belgilayman narxni va hamma o'sha o'zimdagi Solana kriptovalyutasini sotib olishim uchun shunchaki 100% ga o'tkazaman va product tugmasini bosaman. Bo'ldi. Endi narximiz aynan mana shu joyga kelganda avtomatik tarzda sotib yuboradi va bu yerda mana открытие ордера degan joyda ko'rishimiz mumkin. Mana orderim ishga tushdi. Va undan so'ng o'rtoqlar, hozir biz avtomatik tarzda targovliya bo'limiga o'tib qolganmiz. Endi nima sotib olganimizni ko'rishimiz uchun biz aktiv degan bo'limga o'tamiz. Aktiv bo'limiga o'tganimizdan so'ng ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz qaysi kriptoaktivlarni sotib olganimizni ko'rsak bo'ladi. Va bundan tashqari istalgan kriptovalyutamizni adresini bilsak bo'ladi va shu aktivi bo'limi orqali biz boshqa bir birjaga chiqarishimiz mumkin yoki pullarimizni yechib olsak bo'ladi. Aynan Bitunixdan siz pul chiqarishingiz uchun sizga Binance birjasi orqali ishlash osonroq bo'ladi. Va hisobingizni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki пополнение degan joyni bosasiz. Undan so'ng mana bu yerda bizda UZS turibdi, lekin bu yerda afsuski bizda ko'pchilikda aynan bu fiat orqali, ya'ni oddiy pul orqali pul tushirish ishlamaydi. Shuning uchun boshqa birjadan o'tkazganingiz maqsadga muvofiq. Buning uchun biz shunchaki o'sha kriptovalyutani ustiga bosamiz. Misol uchun USDT tashlamoqchiman o'zimga. Пополнение degan tugmani bosaman va o'zimga kerakli bo'lgan tarmoqni tanlayman. Misol uchun TRC20. Mana o'rtoqlar, bizda aynan QR kod shaklidagi adresimiz ham ochildi va mana bu yerda bemalol o'sha kopiya qilib olib adresimizni boshqa odamga yuborsak ham bo'ladi. Bu qiyin ish emas. Va agarda biz yubormoqchi bo'lsak, o'sha o'zimizning kriptoaktivimizni снятие degan tugmani bosamiz. Va bu yerda aytyaptiki, telefon raqamini ham to'ldirib qo'ygin deyapti va undan tashqari Google autentifikatorni ham ulab qo'ygin deyapti. Shundan so'ng o'sha ko'proq kriptovalyuta chiqarib ololsan deyapti. Endi buni biz keyinroq ham to'g'rilasak bo'ladi. Va aynan mana bu yerda o'rtoqlar ko'rishimiz mumkin. Biz adresimizni yozamiz, ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan adresimizni yozamiz. Set bo'limidan o'zimizga kerakli bo'lgan tarmoqni tanlaymiz va eng minimalni bu yerda 200 ta chiqarish mumkin ekan. Va hozir aytyaptiki, aynan mana shu shunchaki pochtani kiritganim uchun men 10.000 USDT gacha chiqarishim mumkin ekan. Agarda telefon raqamimni kiritsam, yana ham ko'proq bu limit oshadi. Va undan tashqari o'zim haqimdagi ma'lumotlarni kiritsam, yana ham ko'proq limitlarimiz oshib boraveradi. Va shundan so'ng shunchaki mana bu yerga o'sha qancha USDT chiqarmoqchi bo'lsangiz hammasini yozasiz va снятие tugmasini bosasiz. Pochtangizga parol kiradi. Pochtadagi parolni kiritib bemalol yechib olsangiz bo'ladi.
O'rtoqlar, men sizlarga hozirgi vaqtda aynan mana shu birja bo'yicha eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tdim va uni qulayliklari bilan tanishtirdim. Agarda ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar va keyingi darsliklarimiz aynan qanaqa mavzularda bo'lishini xohlardingiz, albatta bemalol ushbu videoning izohida qoldirsanglar bo'ladi.